Bo'lmasa taklif ma'qul degan taklif tushyapti. Kun tartibini ham iltimos tasdiqlashinglar. O'simlik karantini to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga, mana hozir 4-modda 1-qismida davlat organlari so'zi respublika ijro etuvchi hokimiyat organlariga almashtirildi. Endi davlat organlari tushunchasi bu kengroq tushuncha. Biz hozir faqat respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari fitosanitariya talablariga rioya etishi shart degan tushunchalikni aytyapmiz. Bu yerda boshqa organlar qolib ketmayapti. Pestitsidlarning zaharliligi va xavfliligi bo'yicha nima norma belgilanayapti-da. Bu alohida litsenziya olish talab qilinmaydimi? Hozir bu meni nazarimda sharhlash bo'lyapti. Safdor xodim mansabdor shaxs sifatida ifodalash. Aynan shu masalani qonunga o'zgartirish yoki qo'shimcha kiritishda muayyan bir normativ hujjatga asoslanganmiz. Men hozir juda to'g'ri qaror deb o'ylayman buni, chunki safdor xodimlarning vakolatini belgilab qo'yishimiz kerak. Agar ertaga bu huquqbuzarlikni aniqlab turib safdor xodim chora ko'ra olmaydigan bo'lsa, bu huquqbuzarlikni ko'payishiga olib keladi xolos. Qo'riqlash faoliyatiga oid normalarni butunlay chiqarib tashlayapsizlar. Chiqarib tashlash o'rniga shu qo'riqlash faoliyati sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etadi degan normani kiritib qo'ysak to'g'ri bo'lmaydi. Programmalarda ishlab chiqyapti. Chet elga juda xaridorgir sotyapti, lekin uni pulini ola olmayapti. Chunki uni puli faqatgina yo Apple Pay yo Google Pay mana shunaqa tizimlar orqali to'lanadi. Mana shularga yo'l ochib berish maqsadida bu qonun ishlab chiqilgan. Shu tizim orqali ishlash tartibini, ozgina mexanizmni tushuntirib bersangiz, o'sha sudlarning ish hajmi hisobga olingan holda yo'naltiriladi. Ya'ni kimga tushishi deyilyapti, uni tizim o'zi yo'llaydimi yoki vakolatli rahbar yo'llaydimi yoki yuqori turuvchi instansiya sudi tomonidan yo'naltiriladi. Vijdonan harakat qiluvchi shaxs, shunaqa tushuncha bormi? O'zi insofligi bor edi, endi vijdonan deganini hech eshitmagan ekan. Qanday aniqlanadi? Qanaqa aniqlanadi? Qanaqa kriteriyasi bor?